Assalomu alaykum. Ilmiy-texnik axborot markazi tomonidan tayyorlangan astronomiya sohasidagi ilmiy va innovatsion ishlanmalar bo'yicha dayjest xabarlarni e'tiboringizga havola etamiz. Oyda hayot boshlanadimi? SpaceX o'zining mega loyihasini taqdim etdi. Amerikaning xususiy kosmik kompaniyasi SpaceX Oyda o'zini o'zi ta'minlaydigan shahar qurish loyihasini amaliy bosqichga o'tkazmoqda. Bu haqda kompaniya rahbari Elon Musk ma'lum qildi. Muskning ta'kidlashicha, dastlab e'tibor Oyga qaratilgan. Sababi Oyda parvozlar tez va muntazam amalga oshiriladi. Uchish bir necha kun davom etadi va missiyalarni tez-tez takrorlash mumkin. Marsga esa parvoz imkoniyati har 26 oyda bir marta yuzaga keladi. Kompaniya 10 yildan kam muddat ichida Oyda mustaqil infratuzilmaga ega megapolis barpo etishni rejalashtirmoqda. 2022-yil mart oyida Oyga odamsiz qo'nish amalga oshirishi kutilmoqda. Bu loyiha uchun muhim sinov bosqichi bo'ladi. Shu bilan birga Marsda shahar qurish rejasi ham saqlanib qolmoqda. Loyihaning asosiy maqsadi insoniyatning uzoq muddatli omon qolishi va ko'p sayyorali sivilizatsiyaga aylanishidir. Astrofiziklar asteroidlarda suv paydo bo'lish mexanizmini aniqladi. Rossiyalik olimlar asteroidlar yuzasida suv molekullalarini qanday shakllanishini ilmiy asosda tushuntirib berdi. Tadqiqot natijasida e'lon qilinishicha, suv kosmosda tashqaridan kelishi shart emas, u bevosita asteroidlarning o'zida ham hosil bo'lishi mumkin. Ilmiy izohga ko'ra, quyosh shamolidan keladigan vodorod protonlari asteroid yuzasidagi mineral moddalarga ta'sir qiladi. Ushbu jarayon natijasida avval gidroksid guruhlari hosil qilinadi, keyinchalik esa ular biriktirib, to'liq suv molekulasiga aylanadi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bu mexanizm nafaqat asteroidlar tarkibini tushunishga, balki suvning Yerga qanday kelib tushgani haqida ilmiy qarashlarni ham aniqlashtirishga yordam beradi. Ilk plazma dvigatelli kosmik apparat yig'ilishi boshlandi. Rossiyada yangi avlod kosmik texnologiyasi ustida amaliy ishlar boshlandi. Mamlakatda ilk bor plazma dvigateli bilan jihozlangan sun'iy yo'ldosh yig'ilmoqda. Bu haqda Naked Science nashri xabar berdi. Loyiha doirasida Vera turdagi plazma dvigatellardan foydalanilmoqda. Mazkur texnologiya an'anaviy kimyoviy dvigatellarga nisbatan yoqilg'ini ancha tejamkor sarflaydi va uzoq muddatli kosmik parvozlar uchun yuqori samaradorlikni ta'minlaydi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, yangi apparat Yer yuzasidagi masofadan kuzatish, ekologik monitoring va ilmiy tadqiqotlar uchun xizmat qiladi. Plazma dvigatellari kosmik apparatning orbitasida uzoqroq va barqarorroq ishlashga imkon beradi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.